Assalomu alaykum. Mana pultli darvozamizni ishlash holatlari. Kimga shunaqa pultli darvozalar kerak bo'lsa, O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavka ustunovkalar besplatniy holatda kvadrati $120 dan $150 chiqadi. Mana xohlagan joyingizda to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Pastga tushish holatlari, mana to'xtatib tepaga chiqish holatlari. Agar svet o'chib qolsa, mana ro'shni aylantiradigan nimalar bor. Ichidan ham mana pultlar bor. Tushish holatlari, stopi, mana tepaga ko'tarilishi. Orqa tomoni tepaga o'riladi. Kimga shunaqa avtomatik darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shina chiroyli qilib bitkazib beramiz. Yana bir pastga tushish holati.